Biz yana bir buyruq sistema hujjatlarininki mukammalligini tekshirish yoki sistema hujjatlarininki o'zgarib ketishini tekshiradigan bir buyruqni ko'rib boqaylik. SFC deb Sys File Check'ninki qisqartirilmasi bunun bir parametrini ko'rib boqaylik. Bunda ko'p ishlatiladigan parametri shu scan now degani. Mana bu yerda misolda shuni beribdi. Masalan, biror hujjat buzilib ketgan bo'lsa, mana o'xshash, masalan, kernel 32 del buzilib ketgan bo'lsa, shuni asli keltirib bersak, mana bu shaklda asli keltirsak bo'ladi. Biz qaysi hujjatning buzilganligini bilmagandan keyin SFC bo'sh o'rin yantu siziq scan now deb shu sisteminingki muhim hujjatlarini, ya'ni yadroliq hujjatlarni tekshirib, undan keyin asli keltirib beradi. Odatda normalda tor ulangan bo'lg'achqa tordilla bevosita tushirib asli keltirib beradi. Windows mashg'ulot sistemamizningki nashri va qachon e'lon qilingan mashg'ulot sistemasi ekanligini o'zi avtomatik tekshirib, sistema nashriga mos keladigan boshqa yumshoq detal yoki applar qoplab o'tgan sistema hujjatlarini asli keltirib beradi. Hozir men masalan sistemani tarab dalillatyapti. Masalan 29%, 30% tamomlandi deydi. 100% tamomlangan chog'da bunda log.txt degan bir hujjatni yezib berdi bizga. Ya'ni qaysi hujjatlarning qoplanib ketganligi yoki o'zgarib ketganligini shu hujjatdan, tekst hujjatdan ko'ra olamiz. Ma'lum mezgilda bir qitim shu SFC scan now degan buyruqni ijro qilsak, sistemamizning muqimligini oshirishga foydasi bor. Windows mashg'ulot sistemasini yangi o'rnatgan chog'da bunda ishlar yuz bermaydi. İşletish vaqti qancha uzargan sari yumshoq detalni o'rnatgan yumshoq detallarning ko'payishiga ergashib, sistemaninki yadroliq hujjatlarning qoplanish ehtimolligi yuqori bo'ldi. Shunga ma'lum mezgilda bir qatim ijro qilib qo'ysak, sistemaning muqimligiga foydali. Hech qanday hujjatni bayqamadi debdi. Ya'ni sistemaninki yadroliq hujjatlari qoplanib ketmadi degan. Undan keyin Windows mashg'ulot sistemasining bir kesili bor. Mashg'ulot sistemasi o'rnatilgandan keyin qancha uzun turgan sari shuncha sistema oslab ketadi, mumkin samirib ketadi. Buning sababi nima desa, mashg'ulot sistemasiningki hujjat yozish alohidligi nabika bo'lsa shu yerga yozdi. Shunga bir buyruq bor, defrag deydigan. Bu buyruq chechilib ketgan ma'lum cho'ng hujjatlarning chechilib ketgan parchalarini bir yerga to'plab yig'ib berdi. Biz oldi bilan buningki parametrini ko'rib boqaylik. Buningda odatda masalan yoshirin hujjatlarni asli keltiramdi. Undan keyin bu yerda bir necha parametrlar bor. Buninki parametrlarni o'zimizning ehtiyojiga asosan ma'lum hujjatni shu bir yerga yig'moqchi bo'lsak, bu chog'da yezib o'qish sur'atini tezlatishga foydasi bor. Bu yerda bir necha misollarni beribdi. Masalan UV deb bu parametrlarni o'zinglar to'pisidan ko'rib baqsanglar bo'ladi. Nimaga ishlatamiz? Normalda masalan A'ni tanlasak, shu diskimizni analiz qilib bergan. Undan keyin B degan parametrni ishlatsak, yetaklash, ya'ni qo'zg'atishni a'lolashtirib bergan. D deganni ishlatsak, an'anaviy defrag debdi. Buni sistemaning hamma yerlarini tekshirib, undan keyin hujjatlarni bir yerga yig'ib bergan. Bu nima degan gap desa, mana diskka masalan bir misol olsak, masalan shimishkini talangiga yeyiversak ammoq ta'sir bo'ladi birda qo'limizda. Agarda buni hammani bir yerga bir qochiga yig'iblar, bir yerga qochiga yig'sak, u chog'da biz siqim ola olamiz. Agar talangiga yeyiversak, uningdan ozroq ola olishimiz mumkin. Shunga o'xshash bir ishni tasavvur qilsanglar bo'ladi. Ya'ni shu Windows mashg'ulot sistemasi hujjatni yozgan chog'da na beka bo'lsa shu yerga xohlagancha yozib qo'yganlik uchun, faqat falon yerda ma hujjat piston yerda deb yozib qo'yganlik uchun mushkul ahvol yuz berdi. Bu defrag degan buyruq shu DOS mashg'ulot sistemasidan tortib bor. Shunga bu kompyuterimizning surati oslab ketgan chog'da bo'sh vaqtda shu buyruqni ijro qilib qo'ysak bo'ldi. Masalan, defrag cd diska deydi. Enterni bosaylik. Buningga odatda qattiq diskimizningki sig'imi
uningdagi hujjatning oz ko'pligiga asosan ketadigan vaqtmi o'xshamaydi. Qattiq diskani qancha cho'ng bo'lsa, hujjat qancha jiq bo'lsa, buni masalan shunday yig'ib har birisini redlashga, masalan redlaydigan bo'shliq 12%. Masalan 2 terabaytlik qattiq diskninki, masalan diskning sig'inmanchilik, bo'shliq manchilik, undan keyin buningki ya'ni hujjatlarni redlashga tegishli bo'shliq 12%. Undan keyin mana 64 megabaytdan cho'ng hujjatlar bu statistikaga kirmaydi deb eskartish berib qo'yibdi. Ya'ni bek cho'ng hujjatlarni odatda bir yerga yozdi demoqchi bu. Undan keyin mana diskning sig'im bek cho'ng bo'lganligi uchun buningga ketadigan vaqtmi ko'p ketadi. Shunga oxirida bizga bir yig'ib, redlab bir doklad chiqarib berdi. Shunga biz buni hammamizning vaqtini tejash uchun buni oxirlashtirdik. Oxirlashtirishda Ctrl C ni bossak. Ctrl C ni bossak, ishlatuvchi mashg'ulotni bekor qildi yoki mashg'ulotdan voz kechdi. Xatolik kodi ma'lum deb ko'rsatadi. Ya'ni biz shu jarayonni hozir to'xtatdik. Ctrl C ni bosib. Bugun biz Windows mashg'ulot sistemasininki ba'zi ko'p ishlatadigan buyruqlarni ko'rib o'tdik. Keyingisini ko'rishaylik. Allohga emanet.